gay. O'sha odamlarga qizuvmi? Nima trash tema bo'ldi? Nima odamlarga qiziq? Так, давайте LGBT to'g'risida gaplashamiz. Tushunishim bo'yicha uylangandan keyin bu xato ekanini tushunib yetadi. Menimcha feministlar vashi aktiv bo'ladi bu podkast chiqqanidan keyin. Islohotlar qilinyapti, tashviqotlar bo'lyapti. Farqi yo'q, qanaqa o'zingdan kim yasab olib aktyor bo'lasan, boshqa hech kim kerak emassan Instagramda. Aka to'xtang desa, yo'q deb aktyorskiga kuvashima, я молчу просто. U o'quvchi, 12 yoshli o'quvchi. Ota-onasi aytmasa ham kiradi darsga. Ota-onalardan audio сообщение olib ko'rganmiz. O'shaning uchun dinay qo'y, piskaman, Seks degan so'zni bitta aytsam, anta ko'rgan odam. You are teacher, you are worker. I am citizen. That's it. Men diplomimni bir marta ham bitta joyga ham ishlatmaganman. Men hozir diplom qattiqligini bilmayman. 1,5 ming dollar oylik olishadi. 3 ming, 4 ming oladigan bolalarni ham bilaman. 50 ming, 60 ming dollarlarni eshitganmisiz? Bor. Men ko'rganman. Mas'uliyat. Mas'uliyat. Nima gap? Yana nima gap? Nima gap? Yana nima gap? Nima gap?